Yaqindagina mana shu uyimizni obzor qilib bergandik, sotuvga qo'yib bergandik, obzor qilib turib 3 kunning ichida sotuvlar amalga oshib sotilib ketdi. Mana shu uyimizni yonidan mana bu holatda 2 qavatli binomizni, ya'ni 4 sotixli maydonimizni ham sotuvga qo'yganmiz. Ko'chalarimiz shundoqqina bu tomonimiz asfalt qilingan, yo'llarimiz tekis holatda. Bu ko'chamiz ichiga kirilmagan, katta ko'chamiz, lekin yaxshigina asfalt holatda qilingan. Ko'rib turibsiz, uyimiz sal eski holatda, lekin yashasa bo'ladigan sharoitda deyishyapti egalarning o'zlari. Kattalarimiz bitta gapi bor, sinch uy bu tinch uy, mazza tinch holatda yashasangiz bo'ladigan sharoitda. Gazlarimiz kiritilgan, mana ko'rib turibsiz. Qani bo'lmasa ichkariga kirib obzorlarimizni bitta ko'rsatib o'taman. Bismillah. Kirganimizda mana katta darvozaxonamiz kutar ekan. Darvozaxonamizga ham mana tayyor mashinalar bilan qo'yib qo'ygan, pul topadigan mashinalarimiz va kirib kelib turib mana bunaqa yana bitta mashina qo'yib yorsangiz bo'ladigan sharoitda. Aytgancha, uyimiz narxini videoni boshida aytib o'taman va bundan tashqari kvartiram bor, almashaman deydigan aka-ukalarimiz uchun ham 3 xonali kvartira bo'lsa, almashib olamiz deyishyapti. Uyimizning narxi 34.990 dollar deb so'rashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiraman, bemalol telefon qilib gaplashsalaringiz bo'ladi. Endi obzorimizni boshlaymiz. Mana ko'rib turibsiz, sinch uyimiz mana shunaqa sharoitda. Xohlasangiz bu uyni oladigan odam shu joyda yashasa bo'ladi, o'sha tinch uy bo'lgani uchun, yoki bo'lmasam buzib tashlab nol holatida yangitdan o'zingizga qursangiz ham bo'ladigan sharoitda. Bo'lmasa birinchi qavatimizdagi shunday xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu yog'imizda ikkita xona bor va bundan tashqari bitta mana bunaqa kirganimizda koridor qismimiz. Kirganimizda to'g'ridagi xonadan boshlayman. Boshlagan mana kirganimizda ko'rib turibsiz, e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshilik kattalikdagi bitta xonamiz kutib oladi. Bundan keyin esa shundoq chiqib ketishimizda yoki tashqaridan kirganimizda o'ng qo'limizda mana bunaqa sharoitdagi bitta xonamiz mana bu joyimizda gazlarimiz bilan birga ekan. Mazza qilib kelgan odam o'sha pechkalar o'tiradigan sharoitda ekan va undan keyin endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tariladigan bo'lsak, e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Anchadan beri odam yashamagan, shuning uchun changroq sharoitda. Sizniki tormi deydigan ekan. Mana bu yerda bizda dutor. Xo'p, ko'rib turibsiz, ayvon qismimizdan odam anchadan beri yashamayapti, changligidan va bekor turmasin deb turib uy egalari sotuvga qo'yyapti ekan. Shuning uchun sotuvga qo'yilayotgan sharoitda mana ko'rib turibsiz, anchagina katta holatda ayvon qismlarimiz. Bog' qismimizda mana uzumlar, bundan tashqari esa to'g'rimizda molxonalar bor. Hozir u yoqqa ham o'tib ko'rsatib o'taman. Va kirganimizda mana bunaqa bizda bitta koridor qismimiz kutib oladi. O'ng tomondan boshlaymiz. O'ng tomondan boshlasak mana bunaqa katta holatda bitta xonamiz kutib oladi. Bilasiz, mana bunaqa eski hozirgi vaqtda o'sha natujnoy patologlarimiz modada deydigan bo'lsak, u vaqtlari mana bunaqa chiroyli qilib turib fanerlardan patologlar qilingan va bu lyustramiz ham o'sha vaqtlar meni kichkina bolaligimda moda bo'lgan sharoitdagi va kirganimizdan to'g'riga o'tadigan bo'lsak, mana bunaqa holatdagi bu joyimizda ham xuddi shunaqa o'sha vaqtlar, ya'ni otam zamonidagilar chiroyli holatda bo'lgan, mazza qilib turib yashashgan, remontlari zo'r holatda bo'lib turib va bundan keyin o'tadigan bo'lsak, mana bu joyimizda ham yana bitta xona, kichkinaroq xona, mazza qilib qishda issiqqina bo'ladigan sharoitdagi xona ekan. Endi bu yoqdan chiqadigan bo'lsak, chiqib turib shundoq tashqari qismlariga bitta ko'rsatib o'taman. Xo'p, tashqari qismlariga keladigan bo'lsak, ko'rsangiz bo'ladi, bu yog'imizda bog' qismlarimiz va oshxona qismimiz. Ichkarini ko'rsatib o'tirmadim. Oshxona qismimiz ko'rsatadigan sharoitda emas, ancha ta'mirtalab. Mana ko'rib turibsiz, gazlarimiz ham bor ekan. Bemalol kelib turib ta'mirlab olsangiz bo'ladigan sharoitda va bog' qismimizni bitta ko'rsatib o'tmoqchiman. E'tibor berib qo'yasiz. Xohlagan narsangizni ekib qo'ysangiz bo'ladi. Katta daraxtlarimiz ham bor ekan. Mana ikkita, bu yog'imizda kichkina, asosan mana bu uzumlarimiz bor. Mana uzumlarimizni ham boylab qo'yishgan ekan. Xo'p, gilosga mazza qilib to'yadigan va bexilarimizga mazza qilib bolalaringiz to'yadigan sharoitda. 4 sotixli joy bo'lgani uchun bunaqa juda ham katta emas. Bu joyimizda esa mana bunaqa o'choqlarimiz bor. Ko'rib turibsiz va bundan keyin bu yog'imizda hammom, yuvinish xonamiz, bu joyimizda esa hojatxonamiz joylashgan. Mana bu joyimizda mana bu yoqqacha, ya'ni orqasi ham mana shu joylarimiz ham sotib oladigan odamga tegishli bo'ladigan sharoitda. Bu joyimizda uy egasining o'zi bir vaqtning o'zida 40 taga yaqin qo'ylarni, qo'chqorlarni boqqan ekan. Bemalol bexijolat kelib turib oladigan odam boqsa bo'ladi, bolalar deyishdi. Aytganimdek kelib turib mol qilaman desangiz ham bemalol mana shu joyda qilsangiz bo'ladi. Narxini videoni boshida aytib o'tganimdek 34.990 dollar narx so'rashyapti. Pastda telefon raqamlari bor yoki kvartiramni almashaman degan aka-uka, opa-singillarimiz uchun ham juda ham
bo'ladigan variant. Ko'rib turibsiz, mana uyimizni ham tashqari tomondan 2 qavatli bo'lishiga qaramasdan ancha katta. Sinch uy, o'sha tinch uy, avvalgilar bekorga aytishmagan. Bemalol olib turib, baraka qilsangiz bo'ladi. Pastda telefon raqamlarimni qoldiraman. Kanalimizga obuna bo'ling. Bunaqa uylarimiz, hovlilarimiz hali ko'p bo'ladi.